O'zingiz yurib kelayotganingizda tashqaridan qanaqa ko'rinishingizni ko'rib olsangiz bo'ladi. Shunday ko'rsatib beryapman. Bunda rangini qarang. Bavaga eng yarashadigan rang. Mashina deyman-da. Qarang, jigar. X6 ni muxlislari bormi? BMW muxlislari bormi? Bitta hozirroq like bosib qo'ying. BMW 60i dan faqatgina motorda farq qiladi. Bu 3 motorli, bu 4. Bu 40i eng full pakoylagacha karbon. Zavodskoy M paket. Nima jamiki X6 da bor, navorot bo'lsa shunga tiqilgan. Bowers Wilkin head-up display, panorama, sky lounge. Tanig'i aynan shu pozitsiyani hozir olaman desiz, 160-170 ming dollarlar. Misol uchun bu prostoydan taxminan 15-20 ming dollar даже farq qiladi. 10 ming yurga 2024-yil Tranchniga 122 mingga bosib olsangiz bo'ladi. Polli kuzov, broneplyonka qilingan, nardan qilingan menimcha. O'shaning uchun qarang, taniq bo'lib turibdi. Svejiy mashina, qirilgan, tirnalgan joyi ham yo'q. Inshaalloh mana shunaqa yangidek mashina olib qaytish nasib qilsin sizga, bizga. Like bosdingizmi o'ziga? Qarang, 4 tali ishi davodchik, pnevma podveska, dinalari ham qarang. Yangidek bo'lib turibdi. Paradise rangidan xachabi. Like bosing, qizaradi. BMWchilarga hozir tarqatib qo'ying, iloji bor narsani. 3 ta xachabi, deb mana shu.